mahalladagi kishilarmi o'zgaradi. Bu yerda mahalla degandan bir masjidda jamoat bo'lib birga namoz ado qiladigan, mahallada bir-biriga qo'shni bo'lib qarindoshlardek yashaydigan kishilar maqsad qilinadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalam ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, bugungi Ramazon o'zgarish edir nomli programmamizning 13-halqasi mahalladagi kishilarmi o'zgaradi. Bu yerda mahalla degandan bir masjidda jamoat bo'lib birga namoz ado qiladigan, mahallada bir-biriga qo'shni bo'lib qarindoshlardek yashaydigan, ba'zi vaqtda bir-biri bilan izdish qilolmasimi, ular hamon namozga chiqqanda bir masjidda jo'g'lashadigan kishilar maqsad qilinadi. Bir mahallada yashaydigan kishilarning orasini yaxshilash va bir-biri bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirish tuvandagi ishlar bilan ro'yobga chiqadi. Birinchi, mahalladagi kishilarni bir yerga to'plash uchun Ramazon oyida jamoat bo'lib iftor qilishni qanot yaydirish, yoshlar markazi qurib, ular bilan suhbat ilib berish, yaxshilik va tarbiyani o'z ichiga oladigan yangi fikrlarni o'ttirg'i chiqarish kerak. Ikkinchi, mahalladagi kishilarni jamoat shaklida iftor qildirish uchun ayollarni buningga tayyorlik qilishga rag'batlantirish lozim. Uchinchi, mahallani pokiz tozalab, chiroyli qilib, sirtdan kelgan va mahallaning o'zidagilarga mahalla atrofini nurli, go'zal ko'rsatish kerak. Ba'zi yurtlarda turli rangdagi panuslar esiladi. Ramazonning kelganligidan suyunib, xursand bo'lib, zinnat chiroqlarini asadi. Bu ishlarda hech qanday qiyinchilik ko'rilmaydi. Balki cho'ng kichik hammaylan aldirashlik, tirishchanlik bilan harakat qilib, go'zal arzu, umidlarni namoyon qiladi. Ramazonning kechalari bo'lsa, zikr, tasbih, istig'for, Qur'on tilovati bilan parlagan, Ramazon oyini xatolik, gunohlarning aslab ziyoda bo'lib ketishidan, chekdan eshib ketgan behuda ishlar va nodonlik, jahillik, oyig'i chiqmas o'yinlardan xoli kechalarga o'zgaradi. Bu yerda mas'uliyat mahallaning cho'nglariga, yüzlük kishilarga va da'vatchilarga, masjidning imom muazzinlariga tushadi. Shuning uchun ular Ramazon oyi kelishdan burun bu ishni planlashi, ishlarini sistemalik, tartibli o'rinlashtirish kerak. Bu keyingi ishlarni osonlashtiradi. Chunki da'vat, chaqiriq degan davolg'ush, qalaymaqonchilik va tartibsizlik bilan utuq qozonolmaydi. Balki buning hammasini cho'qim oldidan planlab, tayyorlik qilish kerak. Mahalla kishilar uchun oylik uchrashuv suhbatlarini ilib berish bek yaxshi ish. Shu orqali ular mushundaq barakatli mavsumga tayyorlik qilish uchun yuz bergan masala, uchragan qiyinchiliklar to'g'risida suhbat ilib boradi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shundaq deydi: "Va ta'awanu 'alal birri vat taqva va la ta'awanu 'alal ismi val 'udwan." Sizlar yaxshilik, taqvodorlikda bir-biringizga yordamlashinglar, hamkorlashinglar, gunoh ma'siyat, uchmanlik bo'ladigan ishlarda hamkorlashmanglar, buningdan yiroq bo'linglar. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Illallazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr." Ya'ni iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabr qilishni tavsiya qilishgan kishilar boshqa hamma odam ziyonkorlik ichidadir. Alloh taoladan ahvolimizni isloh qilishini, bizga yomonlarning yomonligiga kifoya qilishni so'raymiz. Shundaqla hozir o'zimiz turayotgan mahalla kishilarini inoq ittifoq bo'lib, bir niyat, bir maqsadda Allohning diniga xizmat qiladigan, Allohning diniga da'vat qiladigan, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan cheklaydigan haqiqiy da'vatchilarning qilishini Allohdan tilaymiz. Alloh subhanahu va taolo duolarimizni ijobat qilguchidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.